Barchaga salom do'stlar. Navoiyning Brilliant Jiloy kompleksida joylashgan kvartiramizni spalniya qismini obzorini qilamiz. To'g'ridan bitta kravat qo'yganmiz, ikkita tumbasi bilan birga. Kravatning tepasiga ikkita kartina ilganmiz, juda chiroyli atmosfera berib turibdi. Xo'p, bu spalnyamizni to'rt tomoniga qarasangiz ham dizayner ishlagani ma'lum bo'ladi. Buni sababi kartinalarni oddiy ilmaganmiz, dizaynerskiy решение qilganmiz bu yerda. Xo'p, shkafimizga e'tibor berayotgan bo'lsangiz agar, xuddi devorning ichiga turgandek bo'lyapti. Bu ham juda zo'r решение. Buni sababi 60 sm gipsokarton bilan o'stirganmiz va devorlarga qo'shib ketganmiz. Juda chiroyli chiqqan. Xo'p, shkaflarimizni eshiklari oddiy emas, razdejnoy qilingan. Buni sababi xonamizni eni maydaroq bo'lgani uchun tummamizga xalaqit berardi oddiy eshik qilsak. Shu uchun razdejnoy eshiklardan foydalanganmiz. Xo'p, chivimiz hali yo'q, endi ilinadi. Devorlarimiz bo'sh bo'lgani uchun mana bu yerda noodatiy решение qilib ketganmiz. Avvalni mebellarimizni cheti ham avval tarzda qilingan. Bu shoshayotgan vaqtda uchaklik bo'lsa agar odamga qattiq shikast berib qo'yishi mumkin. Bu yerda joy kamligi uchun shunaqa решение qilganmiz. Pardalarimizni ham legend jamoamiz qilib berishgan. Juda chiroyli chiqqan bu ham. Mana bu burchakka churmamizni joylashtirganmiz pufiklari bilan birga. Xo'p, bu spalnyamizga o'zingiz bitta baho berasiz. Sizga ham shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, albatta bizga murojaat qilishingiz mumkin.